sizning hisobingizga ko'ra taxminan 14 milliard yil avval. Xo'sh, undan oldin Xudo nima qilgan? Minglab, millionlab, milliardlab yillar davomida jim o'tirib esnab turganmi? Keyin birdan xayoliga kelib, yer koinot yarataman, mashg'ulot bo'ladi deganmi? Keyin siz Xudo dunyo yaratilishidan oldin millionlab yillar davomida nima qilgan deb so'radingiz. Oldin, keyin degan tushunchalar vaqt kategoriyasiga tegishli. Vaqt esa koinot boshlangandan keyin paydo bo'lgan. Shuning uchun koinot yaratilishidan oldin Xudo nima qilgan degan savol mantiqan noto'g'ri. Bu mantiqiy xato. Siz vaqt hali mavjud bo'lmagan holatga oldin tushunchasini qo'llayapsiz. Bunday savol Xudoga nisbatan qo'llanilmaydi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, bir ateistning so'zini eshitdim. Aytadiki, bu dunyo yaralmasidan oldin Xudo nima ish bilan band edi? O'tirib endi yaratdimi? Nega milliard yillar oldin yaratmadi? Shu haqida dinimizda ma'lumot bormi? Yoki shunaqa savollarni berish iymonga zararlimi debdilar. Albatta bu narsa haqida ma'lumot bor. Mana ayni shu savolni shayton berishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib ketganlar. Sahih hadisda aytadilarki, ya'ti shaytonu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kaza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billah falyantahi. Shayton birlaringga keladida, falon narsani kim yaratgan? Falon narsani kim yaratgan deydi. Hatto Robbingni kim yaratgan deydi. Agar shu darajaga yetsa, auzubillah desin shaytondan. Auzubillahi minashaytonirrojim desin va to'xtasin deganlar. Ko'ryapsizmi shayton qanday keladi? Zanjir bilan olib keladi kufrga qaratib. Ya'ni ma'oni kim yaratgan deydi. Ya'ni masalan, oyni kim yaratgan? Ha, Alloh. Undan oldin nima bo'lgan? Quyosh bo'lgan. Uni kim yaratgan? Alloh deysiz. U shayton biladi, buni oxiri bor-ku baribir mahluqotlarni, ya'ni. Oxirini kim yaratgan deydi? Ha, Alloh. Xo'p, undan keyin davomi Allohni kim yaratgan deydi. Ana bunda keyin odam o'zicha o'ylanib shakka tushib qolib, ba'zan kofir ham bo'lib ketadi. Million ehtimol milliard odamlarni mana shu shubhalar bilan kofir qilgan shayton. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar o'sha darajaga yetsa, ya'ni ma'oni kim yaratgan deb Robbing kim yaratgan degan joyga yetsa, auzubillahi minashaytonirrojim desin inson. Agar iymon kerak bo'lsa-da, va to'xtasin deganlar. Nimaga to'xtasin? Ba'zilar aytadi mana shunaqa paytda, xususan shunaqangi ateistlar aytadi. Nimaga aqlga ruxsat bermaydi bu din deydi. Nimaga bu diniylar aqlni jilovlashga harakat qiladi deydi. Taslim bo'l va savol berma deysiz. Hech bir din barcha savollarni berishga ruxsat bermaydi. U ogohlantiradi. Haddan tashqari ko'p savol bersang yo'ldan adashasan deydi. Nega odamlarga savol berishni taqiqlaysizlar? Bu aqlni jilovlashga harakat emas. Javobi yo'q narsaga aqlni charchatishga harakat bu. Din aqlni jilovlashga buyurmaydi. Yetmaydi aqling deydi. U bekorga o'zingni charchatasan aqlingni va ikkinchidan iymoningdan ayrilasan, kofir bo'lasan. Aqlda bir tushunish chegarasi bor-ku. Uni qarangda, agar o'sha ateistlik fikri bo'yicha ham qaraylik. Mayli Allohga ishonmas ular. Ya'ni Alloh yaratmabdi deylik, bu tabiat o'zidan o'zi bo'libdi deylik. Xo'p, o'sha o'zidan o'zi bo'lish ham bir boshi qayergadir borib taqaladi-ku. Milliard yil avvalmi, trillion yil avvalmi o'zidan o'zi birinchi narsa paydo bo'lgan bo'ladi, to'g'rimi? O'sha nimaga mana shu ateist bergan savolga ko'ra undan ham oldinroq paydo bo'lmagan o'zidan o'zi. Bu savolni Xoliqqa shak tarzida berayotgan bo'lsa ular nima qilgan o'sha paytgacha, ya'ni o'tirib endi yaratdi deb, ya'ni. Xuddi shu savol ularda o'zini mantiqi bo'yicha ham keladi-ku baribir. Nima deb javob beradi ular shunga? Mayli Xoliq yaratmabdi deylik, farazan. O'zidan o'zi bo'libdi deylik. U o'zidan o'zi nimaga shu paytgacha bo'lmay o'shanda bo'ldi? Nima deb javob berib bo'ladi, shu narsaga ayting. Ular ham baribir javob bera olmaydi-ku. Nimaga keyin o'zlari ham javob bera olmaydigan, o'zlarini ham hattoki aqli yetmaydigan savolni ular javobi yo'qligi uchun unga dindan alamini oladi. Demak yaratgan yo'q deb. Yaratgan yo'q bo'lgan bilan ham shu savolligicha qolaveradi-ku baribir. Ularning fikricha aytsak ham, ya'ni. Ana shuning uchun unga aql yetmaydimi?
shariatda o'shan joyiga yetsang to'xta deyapti mana. Foydasi yo'q baribir uni kovlashtirganingni. Faqat iymoning shakka tushadi, aql charchaydi undan ya'ni. Ikkinchidan, bu ozmasini aytayapti qarang. Milliard yillar oldin yaratmadi deb. Bu nimadan? Vaqt tushunchasini ham o'zi to'g'ri bilmaslikdan. Bugun hatto o'sha kofir fiziklar ham biladi. Vaqt makonga o'xshagan maxluq. Ya'ni zamon makonga o'xshagan bir butun narsa u. Zamon bilan makon u yaratilingan. Milliard yillar oldin yaratmadi deganda u o'ylayaptiki, milliard yillardan oldin zamon bo'lgan. Yo'q, zamon bo'lmagan. Vaqt o'zi tushunchasi yo'q bo'lgan. Qanday qilib undan oldin nimaga yaratmadi deyiladi. Undan oldin, undan keyin degan narsa u zamon bilan makon yaralgandan keyin paydo bo'ldi o'zi. Shuni tushunishingizga bitta misol aytaman sizga. Masalan, oldingizda bir buxanka non turibdi, tasavvur qiling. Shuni birinchi bo'lagini kesdingiz. Kimdir sizga aytsaki, nimaga shuni oldinrog'ini kesmading desa? U oldinrog'i yo'q edi, nimani kesaman deysiz, to'g'rimi? Birinchi bo'lagi mana shu o'zi kesilgan bo'lak. Birinchi ko'sak ya'ni. Undan oldinrog'ini kes desang, undan oldin yo'q-ku, nima bor uni kesadigan o'zi? Koinotni mana shunaqa tasavvur qilish kerak. Bir buxanka nondek narsa bu koinot. Uni boshi bor, oxiri bor. Boshlanish vaqti va tugash vaqti bor, boshlanish joyi va tugash joyi bor. Undan oldin nima qilgan desa, undan oldin o'zi zamon makon degan narsaning o'zi yo'q bo'lgan. Alloh bo'lgan, u bilan hech narsa yo'q edi boshqa deyilgan. Koinotdan avval to'g'ri, mana arsh bor edi, arsh eng birinchi maxluq, qalamni yaratgan Alloh. Lekin baribir hammasining boshi bor ya'ni. Huval avval faqat Alloh. Undan avvalgi hech narsa yo'q edi. U narsa deyishga arziydigan narsa o'zi yo'q. Zamon ham yo'q ya'ni. Bu narsani ko'ryapsizmi? Aql tasavvur qila olmaydi ya'ni. Shuning uchun taslim bo'lishga buyurilgan bu. Chunki taslim bo'lmasa ham baribir o'sha shaytonning gapiga ham taslim bo'ladi odam oxirida. Baribir chorasiz qoladi ya'ni. Alloh alam. Men muftiy sohib ham tabiatda adolat yo'q degan fikrni tan olganidan xursandman. Demak, inson tomonidan yaratilmagan barcha narsa adolatsizdir. Sizdan bir narsani tekshirib ko'rishingizni so'rayman. Bog'ga kirib juda chiroyli gullarni ko'rganingizda, ularning birortasi ham sof tabiat mahsuli emasligini anglaysiz. Bu gullarning barchasi chatishtirish yo'li bilan yaratilgan. O'rmonlarda o'sadigan gullar juda oddiy va ko'zga tashlanmaydi. Siz bog'larda qoyil qolib tomosha qilayotgan gullar esa inson tomonidan yaratilgan. Turli turlar chatishtirilgan, keyin yana qayta chatishtirilgan, shunday qilib ular paydo bo'lgan. Bular tabiiy gullar emas. Siz yovvoyi hududlarda atirgullarni ko'rmaysiz. Bularning barchasi inson tomonidan qilingan. Inson juda ko'p ishlarni amalga oshirdi, ammo siz mening bir savolimga javob bermadingiz. Va men sizga e'tiroz bildiraman. Iymon nima o'zi? Va nega siz mendan buni talab qilyapsiz? Siz mantiqli odamsiz. Sizda barcha aqliy dalillar bor, isbotlar bor. Unda nega mendan ishonch talab qilasiz? Nega? Taslim bo'l va savol berma deysiz. Hech bir din barcha savollarni berishga ruxsat bermaydi. U ogohlantiradi. Haddan tashqari ko'p savol bersang yo'ldan adashasan deydi. Nega odamlarga savol berishni taqiqlaysizlar? Haqiqat shuki, insoniyat tarixi bu ikki xil odamning tarixidir. Bir toifa bor, ular o'z ochko'zligi, johilligiga sig'inadi. Ikkinchi toifa esa savol beradigan, shubhalanadigan, tushunishga urinadigan odamlar. Insoniyat aynan mana shu ikkinchi toifa tufayli oldinga siljigan. Bugun siz koinot qanday paydo bo'lgan deb hayron bo'lyapsiz. Ammo o'ylab ko'ring, ilgari odamlar nimaga hayron bo'lishgan? Ular agar quyosh bu tomondan botsa, qanday qilib boshqa tomondan chiqadi deyishgan. O'sha paytda ham kimdir savol bergan, kimdir esa tayyor javob bilan qanoatlangan, izlanmagan. Siz bir qadam oldinga yurib, bir javobni qabul qilib, uni abadiy haqiqat deb e'lon qildingiz. Lekin nega bir qadam orqaga qaytmaysiz? Nega o'zingizga savol bermaysiz? Siz savol bermang deysiz. Bu kuch har doim bo'lgan deysiz. Xo'sh,
unda nega xuddi shu yondashuvni koinotga nisbatan ham qo'llamaysiz? Nega bir lahza to'xtab, aslida biz koinot har doim mavjud bo'lganmi yoki yo'qmi aniq bilmaymiz deb ayta olmaysiz? Bilmasligingizni tan olishning nima yomon joyi bor? Eng qizig'i shundaki, dunyodagi barcha dinlar hamma narsani biladi. Koinot qanday yaratilganini biladi, qanday tugashini biladi, o'limdan keyin nima bo'lishini biladi. Ammo dinozavrlar haqida sukut qilishadi. Hech biri bilmaydi. Birorta diniy kitobda dinozavrlar tilga olinmagan. Lekin qolgan hamma narsa go'yoki oldindan ma'lum. Hamma narsani bilaman deydigan odam adashadi. Haqiqiy donolik kamtarlikda. Biz ko'p narsani bilmaymiz deb ayta olishda, lekin men shuni aytmoqchimanki, bilmasligimizni tan olish jaholatga sig'inish emas, aksincha bu haqiqatni izlashning boshlanishidir. Savol berishdan qo'rqmang, chunki savollar bo'lmagan joyda taraqqiyot bo'lmaydi. Biz hozir o'tirgan dunyoni tushunishga harakat qilishimiz lozim. Bu zal, elektr, mikrofon, siz uchib kelgan samolyot, minib kelgan mashinangiz, bularning barchasi savol bergan odamlar tomonidan yaratilgan. Bugun siz yashayotgan qulay dunyoni savol berishga jur'at etganlar yaratgan. Yangi savol, yangi fikr, yangi g'oya, bular barcha davrlarda yaratilganda ularni taqiqlashgan, ularga qarshilik qilishgan, qo'rqitishgan, o'ldirishgan. Tarixni o'qing, Battinning juda qiziqarli kitobi bor. Unda din, tarixdan ilm fanga qanday qarshi bo'lgani bayon qilinadi. Hatto bug' dvigateliga ham qarshi chiqishgan. Vatikan unga qarshi fatvolar ham chiqargan. Bugun ham Amerikada 10 kuchlar hokimiyatga kelishdi. Kelishi bilanoq tadqiqotlar taqiqlandi. Ana shu tadqiqotlar nima deb atalardi? Hujayralar bo'yicha inson tanasini o'rganishga oid tadqiqotlar to'xtatildi. Respublikachilar bunga ruxsat bermadi. Nimadan bunchalik qo'rqishadi? Bir paytlar diniy odamlar g'azab bilan inson odam yaratmoqchi deyishgan. Xo'sh, buni nimasi yomon? Yaratsa yaratsin. Nimadan qo'rqyapsiz? Siz bu mumkin emas, qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin deysiz. Yodimga bir voqea tushdi. 6-sinfda o'qiganimda matematika fanidan juda ojiz edim. Menga o'qituvchi tayinlashdi. U menga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deb sanashni o'rgatdi. Muftiy sohib u menga 1, 2 va 3, 4 nima ekanini tushuntirgan kunni hech qachon unutmayman. Menga boshim hozir yorilib ketadigandek tuyulgan. U odam xuddi devor ichida gapirayotgandek edi. Bor va yurishda davom et. Bugun men bunga kulaman. Bugun sizga tushunib bo'lmasdek tuyulayotgan va hayrat uyg'otayotgan narsa vaqti kelib oddiy holga aylanadi. Inson tarixi shunaqa. Shoshilib yakuniy xulosa chiqarmang. Biroz kamtarlik ko'rsating. Biz bilmaymiz deb aytishning nimasi yomon? Koinot qayergacha cho'zilgan, u qachondan beri mavjud va qachongacha mavjud bo'ladi. Biz buni bilmaymiz. Ammo siz allaqachon u qachon yaratilganini belgilab qo'ygansiz. Sizning hisobingizga ko'ra taxminan 14 milliard yil avval. Xo'sh, undan oldin Xudo nima qilgan? Minglab, millionlab, milliardlab yillar davomida jim o'tirib esnab turganmi? Keyin birdan xayoliga kelib, "Kel koinot yarataman, mashg'ulot bo'ladi" deganmi? Dunyo o'zgardi, savollar yechim topmoqda. Zamonaviy fan biz hamma narsani bilamiz deb da'vo qilmaydi. Hech bir jiddiy faylasuf ham bunday demaydi. Aksincha ular shunday deydi. Qancha ko'p bilsak, shuncha kam bilishimizni tushunamiz. Shuning uchun biz o'z jaholatimiz bilan kurashishimiz va uni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Vaqtim tugadi. Men muftiy sohibni debatlarimizning 2-raundiga taklif qilaman. Sizda yana 7 daqiqa vaqt bor, marhamat. Minnatdorman. Janob Javid Axtar sohib qayta iymon nima ekanini tushuntiring dedi.
Men buni allaqachon tushuntirdim. Iymon haqiqiy ham bo'lishi mumkin, yolg'on ham. Ammo bugun biz iymon haqida emas, haqiqat va savol haqida gapiryapmiz. Xudo bormi yoki yo'qmi? Qaysi pozitsiya haqiqat? Buni iymon deb ataysizmi, e'tiqod debmi, menga farqi yo'q. Siz din savol berishni taqiqlaydi dedingiz. Agar kimdir taqiqlasa, bu uning muammosi, men taqiqlamayman. Aksincha savol berish kerak. Aynan savollar orqali biz rivojlanamiz, taraqqiy qilamiz. Shu sababli men bugun bu yerdaman. Ammo savollar faqat Xudoga nisbatan emas, sizga ham bo'ladi. Savollar faqat dinga emas, ateizmga ham bo'ladi. Bugun men savollar beraman va umid qilamanki, siz ularga javob berasiz. Hozirgacha siz koinotning mavjudligi haqida aniqlik kiritmadingiz. Siz nega koinotni abadiy deb hisoblamaslik kerak dedingiz? Chunki mantiqan koinotning abadiy bo'lishi mumkin emas. Koinot o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, boshqa omillarga bog'liq narsa, ya'ni u vaqt va makon bilan cheklangan. Vaqt va makon bilan cheklangan har qanday narsa boshlanishga ega. Boshlanishi bor narsa esa abadiy bo'la olmaydi. Bu juda oddiy mantiq. Agar narsa paydo bo'lgan bo'lsa, u cheksiz va abadiy bo'la olmaydi. Siz diniy kitoblarda dinozavrlar tilga olinmaganini aytdingiz. Afsuski, men ham matematika darsliklarida dinozavrlar haqida hech narsa eshitmaganman. Bu matematika ma'nosiz deganimi? Yo'q, shunchaki bu uning mavzusi emas. Vahiy va diniy matnlarning vazifasi velosipedni qanday yasashni tushuntirish ham, dinozavrlar qachon yashaganini aytish ham emas. Ularning vazifasi axloqni o'rgatish, Xudo haqida gapirish va nomoddiy, metafizik haqiqatni tushuntirishdir. Din ilm fanga to'sqinlik qilmaydi. Agar shunday qilsa, u adashmoqda. Din ilm fanga emas, faqat ilm fanni yagona bilim manbai deb biladigan yondashuvga qarshi chiqadi. Ilm fan va bu yondashuv o'rtasida farq bor. Biz ilm fanni rad etmaymiz. Faqat ilm fanni hamma narsani tushuntiradigan yagona manba deb hisoblashni rad etamiz. Tarixni o'rganing, buni ko'rasiz. Bu alohida mavzu. Siz Vatikan fatvo chiqarganini aytdingiz. Vatikan va fatvo bir-biriga zid tushunchalardir. Ularning bir-biriga aloqasi yo'q. Siz biz bilmaymiz deyishdan uyalmaslik kerak dedingiz. Nega unda Xudo yo'q deb da'vo qilyapsiz? Siz Xudo yo'qligini da'vo qilmasdan, biz Xudo bormi yoki yo'qmi bilmaymiz deb aytishingiz kerak emasmi? Ammo siz Xudo yo'q deb aytyapsiz. Bu da'vo qilish bo'ladi. Shu payt isbot qilish mas'uliyati sizning zimmangizga tushadi. Xuddi biznikidek. Endi nima uchun shunday ekanini tushuntiraman. Falsafiy nuqtai nazardan bayonot faqat ijobiy gap bilan cheklanmaydi. Masalan, agar men bu xonada hech kim yo'q desam, bu bilim haqidagi bayonot. Agar men bilmayman, balki kimdir bor, balki yo'q desam, bu bayonot emas, faqat shubha. Lekin bu yerda kimdir bor yoki bu yerda hech kim yo'q desak, har ikkisi ham bayonot bo'ladi va bu isbot talab qiladi. Shuning uchun isbot mas'uliyati sizning zimmangizda ham bor. Endi siz mening dalillarimni rad etishingiz yoki tushuntirishingiz kerak. Keyin siz Xudo dunyo yaratilishidan oldin millionlab yillar davomida nima qilgan deb so'radingiz. Xo'p, sizga bo'lgan hurmatim sabab bu savolga javob beraman. Aks holda bunday savolga e'tibor ham bermasdim. Oldin, keyin degan tushunchalar vaqt kategoriyasiga tegishli. Vaqt esa koinot boshlangandan keyin paydo bo'lgan. Shuning uchun koinot yaratilishidan oldin Xudo nima qilgan degan savol mantiqan noto'g'ri. Bu mantiqiy xato. Siz vaqt hali mavjud bo'lmagan holatga oldin tushunchasini qo'llayapsiz. Bunday savol Xudoga nisbatan qo'llanilmaydi. Endi koinotning yaratilishi haqida gapiradigan bo'lsak, suhbat boshida siz aytdingizki, ilm fan ilgari bilmagan narsalarni tushuntiradi dedingiz. Oddiy qilib aytganda, ilm narsalarning qanday ishlashini tushuntiradi, lekin nega ular mavjudligini emas. Koinot boshqa narsalarga bog'liq, shuning uchun u o'z-o'zidan yaratilmagan.
Sabablar zanjirining cheksiz davom etishi real dunyoda mumkin emas. Demak, qayerdadir bu zanjir to'xtashi kerak va aynan o'sha joy Xudodir. Ha, aynan qayerda zanjir to'xtasa o'sha tugash Xudo. Endi misol keltiraman. Bir avtomobil bor. Odam qaraydi, g'ildiraklar aniq o'rnatilgan, rul to'g'ri joylashtirilgan, o'rindiqlar puxta loyihalangan. Butun tizim uyg'un ishlayapti. Aniqki, bu mashinani kimdir yaratgan. Shunda Javed sohib kelib, kapotni oching, bu yerda dvigatel bor. Mashina aynan dvigatel sabab harakatlanadi. Demak, bu mashinani hech kim yaratmagan deyapti. Bu mantiqsiz va aqlga zid. Siz butun suhbat davomida mexanizmni tushuntiryapsiz, lekin bu yaratuvchi mavjudligini inkor qilmaydi. Aksincha, mashinaning yaratuvchisi borligiga ishonchimiz yanada kuchayadi. Koinot masalasida ham shunday. Ilm-fan hodisalarni tushuntiradi, ammo Xudoni ilm-fan bilan isbotlab bo'lmaydi. Ilm-fanni bunga majburlash, noto'g'ri asbobdan foydalanish, xuddi metal qidirgich bilan plastmassani izlashga o'xshaydi. Rahmat. Bu bahsning ikkinchi raundi. Sizda 7 daqiqa bor. Avvalo shuni aytmoqchimanki, siz da'vo qilib, avval koinot bo'lmagan, demak vaqt ham bo'lmagan demoqdasiz. Xo'sh, qanday qilib vaqt bo'lmagan bo'lishi mumkin? Axir sizning o'zingiz aytyapsiz-ku, Xudo bo'lgan deb. Agar Xudo bo'lgan bo'lsa, demak mavjudlik bo'lgan ekan. Hech narsa yo'q edi degan gap mantiqan mumkin emas. Hech narsa yo'q emasdi, Xudo bor edi. Demak, nimadir bor edi. Keyin siz menga shunday deyapsiz. Isbotla. Senda mantiq yo'q deyapsiz. Menda mantiq bor, lekin Xudo yo'qligini isbotlash mening vazifam emas. Bu yerda Bertrand Russell juda aniq misol keltiradi. Agar men chiqib Mars atrofida chinni choynak uchib yuribdi desam, uni inkor qilish sizning vazifangiz emas. Isbotlash mening vazifam, chunki da'voni men qildim. Xuddi shunday, Xudo bor deb aytayotgan siz, men emas. Nega endi men buning aksini isbotlashim kerak? Siz meni ishontirmaguningizcha men bunga ishonmayman. Mas'uliyat sizda, menda emas. Keyingi masala fan va din. Siz bo'shliqlar haqida gapirasiz, lekin har safar fan bu bo'shliqlarga yaqinlashsa, din bilan mojarolar boshlanadi. Tarixga qarang, har bir davrda din fanni to'xtatishga uringan. Bu tasodif emas. Fan va din tarixi bu ziddiyatlar tarixi. Endi biroz o'ylab ko'raylik, agar din va Xudoga ishonch odamni haqiqatdan yaxshiroq qilsa, keling oddiy tajriba qilaylik. Dunyo xaritasini oling. Din eng kuchli bo'lgan joylarni belgilang. Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq, Hindistonning diniy hududlari. Endi ikkinchi xaritani oling. Qayerda eng ko'p adolatsizlik, repressiya, ayollar huquqlarining buzilishi, diktatura bor. Bu ikki xarita bir-biriga juda o'xshash bo'ladi. Shunda men savol beraman, bu metodning foydasi qayerda? Agar Xudo g'oyasi vosita bo'lsa, natijasini ko'rsating. Hatto dorilarga ham qanday foyda berishi yoziladi. Bu yerda esa foyda yo'q. Vayron bo'lgan davlatlarga qarang, shafqatsiz jamiyatlarga qarang. Ularning barchasi zo'ravonlikni Xudo nomidan qilgan. To'g'ri qilganmi yoki yo'q, meni bu qiziqtirmaydi. Natija muhim. Natija esa ko'z oldimizda. Viskini ko'rgansizmi? Chiroyli shisha, yorqin yorliq, kimga zarari bor deysiz. Biz uni tashqi ko'rinishi uchun emas, oqibatlari uchun yoqtirmaymiz. Bu yerda ham xuddi shunday. G'oya chiroyli, lekin qo'llanilishi har doim falokat bo'lgan. Tarixga qarang, bugungi dunyoga qarang, Hindistonga qarang. Bu qanday ishlayapti? Dindor odamlar adolatlimi? Halolmi? Odamlarga tenglik beryaptimi? Jamiyatni yaxshilayaptimi? Agar bu dori foydali bo'lsa, men uni qabul qilishga tayyorman, lekin men foyda ko'rmayapman. Yana bir narsani aytaman. Agar inson dindor bo'lsa va shu bilan birga yaxshi odam bo'lsa, men uni juda hurmat qilaman. Chunki meningcha, dindor bo'lib yaxshi bo'lish dinsiz holda yaxshi bo'lishdan ham qiyinroq. Chunki har narsaning chegarasi bor. Yaxshilikning ham limiti bor. Siz ertalab ibodatxonaga borib sajda qilasiz. Chiqqach, o'zingizni buyuk ish qilgandek his qilasiz. Yaxshilik limitning katta qismi tugaydi, lekin hech kimga foyda bo'lmaydi. Men esa u yerga bormayman. Men birovni to'ydirishim kerak.
Bevaning holidan xabar olishim kerak. Aniq, real ish qilishim kerak. Dindorlar ko'pincha yaxshilik ne'matini foydasiz amallarga sarflaydi. Agar shundan keyin ham ularda halollik, adolat qolsa, ana o'shanda ular hurmatga loyiq bo'ladi. Menga ma'qul kelgan jihati ikkala hurmatli ishtirokchi ham vaqt reglamentiga rioya qilmoqda va ba'zan hatto belgilangan vaqtdan oldin chiqishlarni tugatmoqda. Bu argumentlarning ikkinchi raundi edi. Endi esa javoblarning ikkinchi raundi boshlanadi. Undan keyin esa o'zaro savol-javob bo'ladi. Aslida haqiqiy muammo shundaki, Javed sohib Xudo tushunchasini to'liq anglamagan. U agar koinotdan oldin Xudo bo'lgan bo'lsa, demak, vaqt ham bo'lgan demoqda. Ammo vaqt bu koinotning bir qismi. Biz Xudoga bor bo'lishi zarur bo'lgan zot sifatida ishonamiz. U vaqtga bo'ysunmasligi kerak, chunki u vaqtni yaratgan. Agar u vaqtni yaratgan bo'lsa, qanday qilib u o'zi vaqtga bo'ysunadi? Agar u fazoni yaratgan bo'lsa, qanday qilib u o'zi fazo ichida bo'lishi mumkin? Agar u dastlab vaqt va fazoga bo'ysunsa, unda u nimani yaratgan bo'ladi? Bu yerda Javed sohibning mantiqi xato. U vaqtni koinot bilan bir qatorda ko'rmoqda. Xudo metafizik mavjudlikdir. U vaqt va fazoga bo'ysunmaydi. Keyin Javed sohib Bertrand Russellni uchib yurgan choynagini misol keltirdi. Bu misol faqatgina tasavvur mahsuli. Men esa mantiqiy bor bo'lishi zarur bo'lgan vujudni isbot qilyapman. Koinot faqat birinchi sabab mavjud bo'lsa, mavjud bo'lishi mumkin. Keyin u ilm-fan, dinni tanqid qiladi va hokazolar dedi. Lekin bu bizning mavzumizga kirmaydi. Agar men bu haqida gapirsam, mening vaqtim tugaydi. Bizning munozaramiz bu haqida emas. Bizning dunyo qarashimiz ilm-fanga dushman emas. Biz fanparastlikni tanqid qilamiz, ilm-fanni emas. Men buni biroz oldin ham tushuntirdim. Keyin Javed sohib aytdiki, dunyo xaritasini oling dedi. Men ushbu vazifani bajardim. Men Yaqin Sharq xaritasini va Yevropa xaritasini oldim. Shuningdek, diniy hududlar va liberal ateistik hududlarni ajratdim. Va men shuni aniqladimki, eng ko'p zo'ravonliklar aynan o'sha joylarda sodir bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotlariga ko'ra, Yevropa mamlakatlarida ishlaydigan ayollarning 81% ish joyida jinsiy tajovuzga uchragan. Yaqin Sharq mamlakatlarida bunday holatlar sodir bo'lmaydi. Va buning sababi shundaki, ular orqada qolgan emas, balki ular diniy qadriyatlarga amal qiladilar. Keyin siz dindor bo'lib yaxshi bo'lish, dinsiz holda yaxshi bo'lishdan ham qiyinroq dedingiz. Bu shuni anglatadiki, sizning yaxshilik va yomonlik bo'yicha o'z mezoningiz bor va bu mezon Xudoga bog'liq emas.